2021 yıl 5. ayının 3. günü. Şundaq sabiq muavin davlat ishlar kotibi Ketkiraj mundaq ko'rsatdi. Beijingda olimpik murosima o'tkazish saxtpazlikdir. Sabiq muavin davlat ishlar kotibi Ketkiraj mundaq ko'rsatdi. Yozgan maqolasida irq yo'qotish u yerda 100 berib ya'ni Uyg'uristonda irq yo'qotish 100 berib Xalqaro Olimpik Komiteti mundaq deydi. Biz o yerde ulug' insonparvarlik olimpik yig'ini o'tkazamiz deydi. Bu saxtapazlikdir. Men mundaq hisoblayman. Ularning bir muhim qarori bor. Ular shuni qilmoqchi. Shirkatlar foydali ish bilan axloq o'rtasida qanday tanlash olib boradi? Muavin sobiq davlat ishlar kotibi Ketkiraj mundaq ko'rsatdi. Samimiyat bu borliqdir. Muavin sobiq davlat ishlar kotibi Ketkiraj 2019-yili Amerika hukumatiga kirib xizmat qilishdan burun Vaguda 30 yil savdo tijorat bilan shug'ullangan shirkatchi edi. Amerika ovozi muxbiri savol qo'yib mundaq dedi. G'alaba qilgan bir shirkatchi bo'lish sifatingiz bilan siz shuning ochiq ishonisizki, shirkatlar jungoda tijorat qilayotganda foydali ish bilan axloq o'rtasida eg'ir tanlash olib boradi. Siz ana shundaq har qatim shundaq eg'ir tanlashga duch keladigan shirkat boshliqlariga nima deyishingiz mumkin? Muavin sobiq davlat ishlar kotibi Ketkiraj bu savol to'g'risida mundaq ko'rsatdi. Men mundaq o'ylayman. Bu sening prinsiping va manfaating masalasidir. Bu sening prinsiping va manfaating masalasi degan bu muxbirning manfaati emas, shirkatchining manfaati masalasi vatandosh. Men o'sib yetilgan mening yurtimda oxiri sening samimiyating bu borliqdir. Hamma masalalar qildigan narsa odamdagi samimiyat deydi. Borliqdir. Agar senda samimiyat bo'lmasa, seningda hech nima bo'lmaydi. Agar senda samimiyat bo'lmasa, seningda hech nima bo'lmaydi. Darvaqa sen shunda qaror qilishing kerak. Ularning axloqiy jihatda mas'uliyati bor. Samimiyat jihatda majburiyati bor. Shirkatchilarning mushu orqali savdo qilishni kafolatga ega qilgan kishi to'g'ri qilgan odamdir. Bo'libmi sen irq yo'qotishdan iborat zo'ravonlik ustida to'xtalgan chig'ingda sen texmi shundoq qilishing kerak. Sabiq muavin davlat ishlar kotibi Ketkiraj rais Xi Jinpingga uchur yetkazib, butun dunyo sana ishonmaydi dedi. Muxbir Ketkirajga Xi Jinpingga nima uchun yetkazasiz deb savol qo'yganda, sabiq davlat ishlar kotibi muavin davlat ishlar kotibi Ketkiraj mundaq ko'rsatdi. Men o'ylaymanki, men shundoq deyishim mumkin. Butun dunyo sana ishonmaydi. Sening meni embargo qilishing menga hech qanday ta'sir qilmaydi. Sabiq muavin davlat ishlar kotibi Ketkiraj Prezident Joe Biden hukumatiga yana bir uchur yetkazdi. Butun dunyodagi savdo sanoat doiralariga yana bir uchur yetkazdi. Ya'ni sana ishongili bo'lmaydi, balki oqibat eg'ir bo'ladi. Bugungi leksiyalarimiz tugadi vatandoshlar.